Shodi domla O'zbekistonning mustaqilligidan keyin vatanga xizmat qilgan, dini diyonatga xizmat qilgan katta arslonlardan, mardu maydonlardan edilar. Bilasizmi? Urgut tumanida, o'zi tog'lar ichidagi bir tuman. Urgut tumanining o'zida 60 dona masjid bor. 60 dona. Ba'zi viloyatda uncha masjid yo'q. Qarovulbozor tumanimizda bitta, Olot tumanimizda bitta, G'ijduvon tumanimizda 4 tagina masjid bor. Urgut tumanida 60 ta masjid bor. 60 ta. Allohning fazli bilan shu odamning xizmati. Mana shu odamning xizmati shu. Urgut tumanida madrasa ochdilar, Cho'bin madrasasini. Bu madrasa bir 10 yil ishladi. 98-yilgacha bu madrasa ishladi. 500 ga yaqin talabasi bor edi. 1994-yilda Misr diyoriga o'qishga boribmiz. O'zbekistondan 100 kishi borganmiz. 100 kishi O'zbekistondan borilgan. Azharga o'qishga. Shuning nechtasi urgutlik deb o'ylaysiz? 40 tasi. Butun respublikadan 100 kishi, 60 tasi butun viloyatlardan 40 tasi Urgutdan. Mana shu odamning xizmati borib yotib olganligi uchun. Borganlarni birontasi qarindoshi ham emas, birontasi tanishi ham emas, o'g'li ham emas. Hammasi Urgut xalqidan. 95-yil bizni ortimizdan borib, o'sha yerga bolalarni ko'rib, tekshirib, nazorat qilib, o'sha yerga bizlarni ko'rib, esimda bor. Birinchi marta 95-yil men o'zim $100 ko'rganman. Shodi domla menga $100 beruvdilar. 95-yil. Ungacha ko'rmagandim uncha pulni. Urgutni tadbirkorlarni jalb qilib, ularni o'zlari bilan olib borib, mana shu talabalarni turish joyidan boshqasidan xabar olib, shuncha mehnat qilib, Urgutga bir borib, qurilgan yangi masjidlarni ko'ringlar. Toshkentning masjididan qoladigan joyi yo'q. Urgut tumaniga. Shuning uchun baraka bor. Ishlab chiqarishning eng zo'ri ham Urgutda, boylarning eng ko'pi ham Urgutda. Nima uchun? Din zo'r bo'lsa, omonatdorlik zo'r bo'lsa, baraka zo'r bo'lsa nima bo'ladi? Alloh taolo dunyo va oxiratni beradi. Alloh ustozni rahmat aylasin. Baribir odamzod o'tadi ketadi. Baribir bu dunyoda hammamiz o'lamiz. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. O'lasiz ey Rasululloh. Ular ham o'lishadi, hamma o'ladi. Lekin odamning qolgan izi qoladi, qolgan asari qoladi. Qabriston oldidan o't deydi Hazrat